Iftorlikdan keyin ko'nglingiz shirinlik tusaganda shu cho'ka lokmadan tayyorlab ko'ring. Iliq sut, dro'jji, tuxum, eritilgan sariyog', chimdim tuz, shakar solib, yaxshilab aralashtiramiz. Elangan un solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qorib olamiz va oshirishga olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirni yoyib, shunaqa nasatkada yoki baklashka qopqog'idan foydalansangiz bo'ladi. Xamirlarimizni kesib chiqamiz va oldindan qizdirilgan yog'da aylantirib pishirib olamiz. Pishgan cho'qaloqmalarni ustini xohishga qarab eritilgan shokolad va mevalar bilan bezatamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Video retsept yoqqan bo'lsa, klass bosib, mani profilimga podpisatsiya bo'lib oling. Birgalikda ajoyib taomlar tayyorlaymiz.